ishga keldim men. Assalomu alaykum hammaga. Kecha rosa shamol bo'lgan shekilli Illinoisda. Korobkalarni uchiryapti. Hamma tarafga yoyib, sochib tashlabdi mana yerlarni. Mana yerda musorlar to'kadigan joy bor-da. Shu musorlarni chiqarib yoyib tashlabdi. Men kelib oldim ishga. Aytadi-ku, bugungi outfitim meni tashqi ko'rinishim. Mana shu. Bunday hamma O'zbekistonda Atlasga o'tib qoptimi? Hech kim pisand qilmasa edi. Toza deydi-ku. Aytinglar endi beqasam kiysin. Halana, voy, kofim to'kildi. Halana rossiyskiy villur bor-ku. Kuz kelsin. O'sha rossiyskiy villurdan topib kiyaman desamda. Odamlar sotilmayotgan villurlar ham sotilib ketadi. Aytinglar nimalaring moda qilib berayin. Sotilmayotgan. Sotib olasizlar, savdogarlar. Mayli, sog' bo'linglar, gaplashamiz.